Xitayning nәзиridiki Baydén ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتۇمى. Tövəndəki məzmunlar Xitay Xalq Universiteti Xalqara Münasibətlər İnstitutunun professori Shiyin Xongның Xalqara Bexatarlik Tədqiqatı jurnalının 2021 yılı 6. sanığı besilgan şu mavzuluq maqalasidan qısqartıb elindi. Baydén ھۆكۈمىتىنىڭ Xitayga qarşı tutumu toğrusida izdinish, g'ayri harbiy sohadagi mujodilalar. Baydén ھۆكۈمىتىنىڭ Xitay siyosati asosiy jihatdan oydinlashib bo'ldi. Mazkur hukumat Xitayning Amerikaning qisqa, o'rta va uzun mezgillik umumyuzlik deyishga bo'ladigan darajadagi dushmaniy tahdid va raqobatchi ekanligini takror ta'kidladi. Amerikaning so'z harakatlarini harbiy va g'ayri harbiydan iborat o'zaro bog'lanishliq va bir-biriga kiralashib ketgan ikki cho'ng kategoriyaga ayirishga bo'ladi. Oldingi kategoriyada Baydén hukumati tinim topmasdan Xitoyga bo'lgan ehtiyot, tahdid, qo'rshash qatorliqlarni kuchaytiryotidi. Buning ichida muhim strategiyalik yuzlanishlar, ya'ni qurol-yarog' yasash va urushga tayyorlik qilishni maqsad qilgan harbiy planlash va o'rinlashtirishni o'z ichiga oladi. Buning yadroliq mazmuni Xitoyning quruqlikni asos qilgan o'rta uzun musofirlik an'anaviy strategiyalik boshqariladigan bomba hujum afzalligiga qarshi bir yurish asosiy inkas qaytirish tadbirlari va ko'p xil yordamchi inkas qaytirish usullarini tepib chiqish va qo'llanishdir. Mazkur maqola Baydén hukumatining keyingi kategoriyadagi tutumiga markazlashgan bo'lib, u o'z ichiga olgan asosliq masala Sharq Turkiston masalasi va Hong Kong masalasi, Xitoy-Amerika savdo mujodalasi, yuqori texnikalik sohalarni xitoysizlashtirish va Xitoyni cheklash, ideologiyalik raqobat va Xitoyga qarshi ittifoq diplomatiyasini o'z ichiga oladi. Birinchi, davomli turda Xitoyga chetishliq savdo talash tortishlarni qo'zg'ab, ta'minlash zanjirini qaytadan barpo qilishga urinish. Baydén hukumatining Xitoyga qaratgan savdo siyosati qisman holda Trumpning bu jihatdagi tutumining davomlashishi bo'lib, bu Amerika davlat sekretari Antony Blinkenning 2021 yılı 3 martdagi tunji qatimliq nutqida aniq jakarlangan. U aramizdagi ba'zi kishilar bas-basda erkin tijorat kelishim imzolash kerakligini ilgari surishdi. Chunki biz Amerikaliklarning umumyuzlik holda iqtisodiy manfaatdan bahramand bo'la oladiganligiga va bu kelishimlarning dunyo iqtisodini biz arzulaydigan ravishda shakllantira oladiganligiga ishongan edik. Lekin bizning hozirgi siyosatimiz buningga o'xshamaydi. Biz Amerikadagi har bir xizmat fursati va barliq amerikalik ishchilarning huquqining qo'g'dilishi va manfaat uchun kurash qilamiz dedi. Baydén hukumatining hokimiyati ostida Sharq Turkiston masalasi va savdo sohasidagi boshqarish bir-biriga yondashgan muhim tutqilardan bo'lib qoldi. 2021 yılı 6 ayının 23 günü Amerika Savdo Ministerligi Sharq Turkistonda quyosh energiyasi batareyasi va uning yadroliq materiali bo'lgan polisionni ishlab chiqaradigan 5 korxonani majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik bo'lganligi sababidan Amerikadan mal import qilishiga va mablag'ga erishishiga qattiq chek qo'yiladigan tijorat aparatlari qor tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. 7 ayning 9 kuni yana 14 Xitoy shirkati Amerika tarafidan Sharq Turkistonda kishilik huquqqa daxli ta'riz qilish va yuqori texnikalik nazorat qilishiga chetishlik deb ayblanib, Amerika savdo ministerligining tijorat aparatlari qora tizimligiga kirgizildi. Oradan 4 kun o'tgandan keyin Amerika davlat ishlari mahkamasi bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistonga chetishlik, hatto vositalik holda bo'lsa-mu, ta'minlash zanjiri, savdo turlari va yoki mablag' selishdan chekinmagan shirkat va shaxslar Amerika qonuniga xiloflik qilish xavfiga duch kelishi mumkin deb ogohlantirdi. Bu ogohlantirishning doirasini misli ko'rilmagan darajada keng deyishga bo'ladi. Bu kelgusida ichki va tashqi jazo tadbirlarining texmi kuchaydiganligining bishoratidir.
ikkinchi, yuqori texnikalik sohalarni umumyuzlik holda xitoysizlashtirish va Xitoyni cheklash. 2019 yılı 5. ayının 15. günü Trump Huawei'ga qarta ma'muriy buyruq e'lon qilgandan boshlab yuqori texnika sohasini xitoysizlashtirish Amerikaning Xitoy siyosatidagi eng muhim omillarning biriga aylandi. Yana kelib, Amerika o'zi shunday qilish bilan qolmay, boshqa taraqqiy topgan davlatlarni shunday qilishga qoyil qilishga urinmoqda va bu xususda ularga besim ishlatmoqda. 2021 yılı 1. ayının 27. günü Ақсарайның Axbarat katibi Jin Pisaki Huawei ishlab chiqargan telegraf uskunalarini o'z ichiga olgan ishonchsiz shirkatlarning Amerika va uning ittifoqdoshlarining bexatarligini tahdidga uchratganligini jakarlash bilan bir vaqtda biz Amerika telegraf torining ishonchsiz shirkatlarning uskunalarini ishlatmasligiga kapolatlik qilamiz. Biz ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashib, ularning telegraf torining bexatarligiga kapolatlik qilamiz. Hamda Amerikadagi va ittifoqdosh davlatlardagi shirkatlarning telegraf uskunalarining ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirishga mablag' ajratamiz dedi. Bumi Trump hukumatining mushu jihatdagi tutumi bilan o'xshash. Baydén hökumiti yana Xitayning mustaqil yangilik yaratish texnikalariga zarba berish tadbirlarini tezdan o'tirg'a qo'ydi. 2021 yılı 3. ayının 13. günü Amerika Federatsiya xabarlashish komiteti Xitayning 5 şirketini Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid deb bekitdi. Halbuki 2020 yılı mazkur komitet faqat Huawei va Zhongshindan iborat ikkala shirkatni bu tahdid tizimligiga kirgizgan edi. 3. Xitoy bilan bo'lgan ideologiyalik raqobat. 2021 yılı 1. ayının 29. günü Amerika prezidentining davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan tinchlik tadqiqot yurtida so'zlagan nutqida Xitoy Amerikaning davlat ichidagi ig'ir bo'linish va qalaymaqonchilik sababli o'z tuzilmasining ustunligini pesh qilayotgan sharoitda Amerikaning demokratiyasini markazlashtirishning Amerikaning Xitoyga qarshi ideologiya raqobatida unumga erishishning birinchi sharti ekanligini ilgari surdi. 3. ayının 25. günü Baydén Ақсарайға kirgandan keyingi tunji axbarat e'lon qilish yig'inida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi kunsir keskinlashayotgan raqobatni yer shariviy ideologiyalik raqobati deb qarab, bu 21. asrdagi demokratiya bilan mustabidlikning ko'rishidir. Biz cho'qim demokratiyaning qarg'a keldiganligini isbotlashimiz kerak dedi. 4. Xitoyni cheklash va yetim qoldirishni maqsad qilgan Xitoyga qarshi ittifoqdoshlik diplomatiyasi. Xitoyga qarshi ittifoqdoshlik diplomatiyasi Baydén hukumatining tashqi siyosatining muhim nuqtalaridan biri, hatto eng asosli nuqtasidir. U Xitoy bilan Amerika tirkishayotgan yoki raqobatlashayotgan barliq asosli masalalarda taraqqiy qilgan ittifoqdosh davlatlarning va Yevropa ittifoqining eng zo'r darajadagi yesdoshligini, ovoz qo'shishini, qo'llashini yoki hamkorligini qo'lga keltirishni maqsad qilgan. Xitoyga qarshi tutumlarning simvollik ahamiyatga ega mohiyatlik misollardan ba'zilari shuki, 2021 yılı 22 mart Amerika Yevropa birlashmasi, Angliya va Kanada Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston sho'basi Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish va qurilish qismlariga va jamoat xavfsizligi nazoratining rahbarlariga jazo yurgizganligini yoki mavjud jazolarni kuchaytirganligini e'lon qildi. Xitoyning atalmish iqtisodiy majburlash qilmishlariga birlikda taqobil turish va uni ayblashmi Amerikaning Xitoyga qarshi ittifoqdoshlik diplomatiyasining muhim tarkibiy qismiga aylandi. 3. ayının 24. günü Blinken Şimali Atlantik Ahdi Təşkilatı Tashqi İşlar Ministerleri yığınında mundaq dedi. Şək şübhəsizki Beijingning majburlash qilmishlari bizning kollektiv bexatarligimizni va gullanishimizni tahdidga uchirtib, xalqaro tuzilmaning mezonlariga bizning va ittifoqdoshlarimizning o'rtaq qimmatlariga ziyon soldi. Garchi ittifoqdoshlarning Xitoy bilan bo'lgan murakkab munosabati Amerikaning Xitoyga qaratgan tutumiga har vaqt mos kelavermasimi? Aramizdan biror davlat Xitoyning majburlashiga duch kelgan vaqtda biz ittifoqdoshlik sifatida inkas qaytarib,
iqtisodimizning texmo bir gavdilishishiga kapolatlik qilishimiz va ojiz nuqtalarimizni azaytishimiz kerak. 5. Xitoy bilan bo'lgan intayin cheklik va murakkab hamkorlik. 2021 yili 27 yanvar Amerika davlat ishlari kotibi Baydén axbarat e'lon qilish yig'inida mundaq dedi. Amerika Xitoy munosabati dushmanlik, raqobat va hamkorlikning aralashmasi bo'ladi. Klimat o'zgarishi qatorliq masalalarda Xitoy bilan hamkorlashish Amerikaning manfaatiga uyg'un. Lekin u yanala bizning texmi keng doiradagi tashqi siyosatimizning va Xitoyga munosabatlik masalalarimizning bir qismi bo'ladi. 9 ayning 1 kuni Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi Tianjinda Amerika prezidentining klimat elchisi Kerry bilan videoliq ko'rishdi. Halbuki Kerryning klimat o'zgarishi ochqushliq ayrim masaladir. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bir qator talash-tortishlar klimat masalasida qilishga tegishlik har qanday ish uchun ko'zir sifatida qo'llanilmaydi degan maydoni g'izit oldi. Wang Yi Amerikaning Xitoyga tahdid va raqib sifatida muomala qilish tutumini va dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qaratgan qo'rshash va bostirishni to'xtatishi kerakligini, Xitoy bilan Amerikaning klimat o'zgarishi jihatdagi hamkorligini Xitoy Amerika munosabatining umumiy muhitidan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Amaliyotda bu Kerryning talabini rad qilganlik edi. Klimat o'zgarishi masalasini hal qilish Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ishqi eshishi mumkin bo'lgan birdan-bir muhim hamkorlik temasi bo'lsa-mu, ammo bu sohada hozirgacha ko'rinarli konkret hamkorlik kamchil bo'lib qolmay, bu o'z navbatida yana ikki davlat o'rtasidagi raqobat bilan giralishib ketgan. Xitoy-Amerika munosabatining tub mohiyatini qanday tadbirlaydi? Buningga beriladigan ta'bir Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatining asosliq oldingi sharti va chiqish nuqtasidir. Baydén ھۆكۈمىتىنىڭ bu vaqtdagi tutumi Amerika davlat sekretari Blinkenning 2021 yili 3 martdagi tunji tashqi siyosat nutqida rasmiy va bevosita gavdalangan bo'lib, mazkur nutqda Blinken Xitoyni Amerikaning birdan-bir umumyuzlik raqibi va raqobatchisi deb sifatlagan edi.